alaykum YouTube ahli. Akajonlar, yaxshimisizlar? Ta'til yaxshi o'tyaptimi? Bo'lmasam biz bugun ajabli sidlarni ko'rib chiqamiz. To'g'rirog'i ko'rsataman. Qishloq chiqadigan sidlarni. Buni hamma biladi. Shuning uchun ham ko'rsatyapman. Ya'ni bu degani bu aslida shunchaki ko'rsatish uchun, shunchaki. O'zingiz fikringizni kommentariyaga yozib keting. Va challengingiz bo'lsa ham yozib keting. Men uni albatta chiqaraman video qilib. Mana qishloqcha buni ko'pchilik bilsa kerak. Bilmaganlar bilib oldi. O'zi katta video ham bo'lmasligi kerak edi, ja unaqa uzun emasda bu. Lekin ko'pchilik ko'rish uchun shunday qilindi. Challengingiz bo'lsa ham yozavering yerlarga, kommentariyaga. Hammangizga xayr.